Assalomu alaykum. Kechirasiz. Bir daqiqa mumkinmi? Assalomu alaykum. Bir daqiqaga mumkinmi? Assalomu alaykum. Kechirasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir daqiqa. Ko'zim yaxshi ko'rmaydi-da, onam shu yerga tashlab ketuvdi. Bir pasda kelaman dedi, kechirasiz. Yordam bera olmaysizlarmi? Onam shu yerga tashlab ketuvdilar, hozir kelaman deb. Ancha bo'ldi-da, sog'ayib qoldim. Yordam berib tura olmaysizlarmi? Mana shu oraqqa raqam tashlab ketuvdilar, ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Sovuqda qotib qoldim-da. Onam yo'qotib qo'ydim, ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Telefon nomeri yo'q-ku, bola. Yozgan bo'lish kerak. Ortiq o'g'lim yasholmayman. Bir pasda kelaman dedilar. Hozir. Uyim topib bora olmayman-da. Yo'q, hozir bu telefonni onasi yozmaydi, o'qiyapti. Telefon raqami bormi? Yo'q ekan telefon raqamimda. Bo'lish kerak. Yozmabdi. Nima deyapti onda? Nima deb o'qi qattiq. Bor ekanmi? Iltimos yordam berib yuboringlar, uyim topib bora olmayman-da. Hozir. Sovuq yeb qoldim. Achi, ana akinga. O'g'lim, onasi kelmaydi ekan u hozir. Yo'q, kelish kerak. Kelaman dedi, shu yerda turib tur dedi-da. Anaqa uyga borib qo'ysin debdi. Nima? Murojaat uyiga. Nima murojaat uyi, nima? Yo'q, kelaman dedi. Kelmayman debdi. Bir bola uyga borib qo'ying debdi. Nima? Iltimos yordam qilib yuboringlar. Uyingiz qayerda bilmasangiz? Yo'q, topib bora olmayman. Ko'zim yaxshi ko'rmaydi-da. Nimani adresini yoki Adresi qaysi bilasizmi? mashina boradi, qayerda edi u? Shu araqni beruvdi-da, shu telefon raqam bor dedi. Ekan. Telefon raqam qo'yishmabdi akamga. To'xtatib qoldim deyapti. Nima deyapti? Murojaat uyi nima deydi? Muruvvat uyi. Muruvvat uyiga borib qo'ying debdi. Muruvvat uyiga debdi. Muruvvat uyiga. Muruvvat uyiga borib qo'ysin debdi. Onangiz. Yo'q, yordam berib yuboringlar. Biz yordam berib nima qilamiz bola? Telefon raqam bo'lish kerak shu. Yo'q ekan, yo'q ekan. Telefon raqam yozmabdi aka bunga. Hozir militsiya bo'lsa, militsiya. Katta rahmat bu eksperimentida. Assalomu alaykum, onajonim. Rahmat katta. Voy. Odam Shunaqa samimiy inson borligidan, sizlar kabi bee'tibor bo'lmagan odam borligidan katta rahmat aytamiz. Qanaqa fikringlar shunaqa eksperimentga mikrofon solib tasdiq bo'laga agar mikrofonni oling keling. Qo'lim muzlab qoldi-da. Xola umringiz uzoq bo'lsin. Juda ham xursand bo'ldim. Anchadan beri turibman-da. Nima qilishim kerak? fikringiz qanaqa? Nima bo'ldi? Birinchi tafsilotda eshitib. Eshitdim. Meni, O'qidingizmi o'zingiz? ha? O'zingiz o'qidingizmi qog'ozni? Qog'ozda o'qidim, o'qiy olmadim, nevaram o'qib berdi, oldik. Meni dedim, men yolg'iz qoldim, sovqatib qoldim, dedi rahmim kelib, ichim og'rib turibman. Qog'ozda nima yozilgan ekan? Qog'ozda Muruvvat uyga olib borib qo'ysin debdi, onasi. Qanaqa ona deb o'ylanib turibman. Adresi yo'q, telefon nomeri yo'q. O'zingizga yosh kelyapti-da, namuncha bunaqa. Men rahmim kelib ketdi. Вообще bo'lmaydigan narsa-da, bunaqa narsa bo'lmaydigan. O'shaning uchun hayron bo'ldik. Yetga olib boraylikmi dedim, bu yoqqa. Bilmasak, qayerda ekan Muruvvat uyi, qanaqa qilib. Ayting dedi. O'shaning uchun erkaklar nima qilishsin, yordam berishsin. Qarab turuvdim, inspektormi, militsioner kelib qolsa, aytamiz deb. Oldi qo'lidagini. O'qing dedi. Bo'lmaydigan, dunyoda bo'lmaydigan narsani olasizlar, lekin ona hech qachon bolasini bundoq ko'chada tashlamaydi. Bor ekan. Bizda ko'pchilik bizga real hayotdan yozib berishadi-da. Oy, xudo ko'rsatmasin endi. Endi shayton-da, shayton. Shuning uchun yo'q. Xudo asrasin bunaqa narsalarga. Musulmonlar bunaqa bo'lmaydi.
O'zbek xalqi hech kim. Men o'zi Gruziyaliman. Gruziyada вообще muruvvat o'ylar yo'q. Chunki bo'lmasin bu yerda ham. Panda endi. Hammasi o'zini uyida, o'zini ota-onasini yonida bo'lsin. Albatta. Bo'pti, Rahmat, ko'z yoshlaringiz shunaqa oqyapti. Samimiy inson ekaningizdan. Kattakon rahmat e'tibor bering. Umrlaringiz sog' bo'lsin, Sog' bo'ling, rahmat. salomat. Bo'pti, ashunga ichim og'rib, g'alati bo'ldim. Bunga o'qib bolam dedim-da. Rahmat, rahmat. Unaqa emasmi deysiz bola? Yo'q, Allohga shukr. Voy jon bolam, voy sovqatda bunaqa desam nima qilishimni bilmay turibman-da. Adresni yo'q, nomer bor deyapti, nomer yo'q. Voy deb. Rahmat, yaxshi etib olinglar. Juda ham kattakon. Assalomu alaykum xola. Ozgina ko'zim ko'rmaydi-da. Onam shu yerga tashlab ketuvdilar, kelaman degdi. O'shanga shu yerda raqam bo'lsa kerak, telefon qilib bera olmaysizlarmi? Sog'da qotib qoldim-da. Iltimos. Birpasda kelaman degdilar. Uyimni topib bora olmayman-da. Telefon qilib bera olasizlarmi? Necha nomeringiz? Shu varaqda bo'lsa kerak. Yo'q bu yerda varaqda nomer. Varaqda yozilmagan ekan. Yo'q bo'lish kerak. Yo'q, yo'q. Varaqda bor. Yaxshilab qaranglar. Yozilmagan o'tgan. Yordam berib yuboringlar, iltimos. Uyim topib bora olmayman-da. Qayerga bor? Endi kimga anaqa qilasiz? Raqamim bor degdilar-da. Yo'q, de raqamingiz bu yerda. Ichki ishchilar xodimligami aytsangiz topib berishadi bu pastda. Ben anchadan beri turibsiz bu yerda. 1 soat bo'ldi shekilli. Qarang, bo'lmasa shu atrofda yashayman o'zim. Shu men bo'lmasa kvartiraga olib boray. Yo'q, onam keladi aka. Ketib qolmagin degdi-da. Raqamlari yo'q ekan deb bo'lsa qilardik, raqamlari. Yo, raqam yozilmagan ekan. Agar xohlasangiz men shu atrofda turaman, yuring. Onam qidirib qoladi-da. Aka, onam qidirib qoladi. Ichki ishlargami? Onangiz qidirsa xabar beramiz o'zimiz. Militsiyagami? Kimsa biladiganga aytaylik, telefon qilib anaqa qilib beradi. Sovqatgan bo'lsangiz sinib turasiz biznikida, yuring. Yo'q, onam keladi aka. Telefon raqamim bor degdi-da, yordam berib yuboring. Yo'q. Nimadir yozilgandir. Nima yozilgan o'tda lotin tilidami? Ha, lotin tilida. Men ham ancha tushunmayapman-da. Keyin yuring. Bu yoqqa. Yo'q. Ha, bu yoqqa. Raqam yo'q deb telefon qilib beringlar deyapti. Qo'rqaman-da. Nimadan Yo'q. qo'rqasiz? Onam ketib qolmagin degdilar-da. Endi bu yerda ham turolmaysiz, ustingiz qor bo'lib. Qarang, bo'lmasa hozir men sizni o'zimiz uyimga qo'yib turaman-da. Siz chetda o'tirib turasiz, isinib. Ben bir yerda kutib turaman. Agar onangiz kelib qidirsa, men boraman, olib boraman sizni uyga. Yuravering bu yoqqa. Assalomu alaykum. Kattakon rahmat. Aka, juda katta rahmat. Nima ekan? Nima bor? Ko'rib ketdimmi? Aka, Qanaqa olib ketdingiz? Siz o'qidingizmi xabarni? Yo'q, bular o'qidilar. Siz eshitdingizmi? Ha, Nima deb o'yladingiz? endi rostdan ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'yladim-da. Nega? Bilmadim endi bor-ku, endi bir xil onalar. Qanchalik achingiz? Voy, ko'p. Xavotirlandingizmi? Ha, voy. Ha, xavotirlandim. Biz uzoqdan ko'rib turdik-da, bu akamiz ham juda ham hozir qanaqa deb gapirdilar. Ha, ha. aka, juda xursand bo'ldim. Kutmagandim to'g'risi. Ichingizda nimalar o'tdi aka? Ya endi ichimdan o'tganini o'zim bilaman. Bunaqa haligini hech kim tushunmasin. Nima degan bo'lardi shunaqa onalar agar bo'lsa? Ya bunaqa ya bilmam. Befarq bo'lmaganingiz uchun rahmat aka, katta. Umringiz uzoq bo'lsin, rahmat katta. Salomat bo'ling. Raqami bor deysiz, raqam yo'q ekan. Mayli, sog' bo'ling. Siz qanaqa rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat.